3 oydan beri qiynalib ko'tarilayotgan akkauntim blok bo'ldi. U akkauntni men birinchi oy 84 ta obunachi bilan, ikkinchi oy 500 ta obunachi bilan kutib olganman. Lekin aynan ikkinchi oyga o'tganimda 15 kun ichida men 6000 ta obunachi yig'gandim. Va Instagram men akkauntimni blokladi. Internetda ko'ryapman, ko'p kishi galochka olinglar, avtomatizatsiyani o'chirib qo'yinglar, palon qilinglar, pismadon qilinglar deb yotibdi. Insonlar Instagram ofitsial akkauntiga va uni direktorining Instagram akkauntini kommentariyalarni o'qib chiqsangiz, millionlab prosmotr olgan va men bilan sizdan juda ham ko'p tanishlari bo'lgan, qazo tanishlari bo'lgan odamlarning ham Instagram akkaunti blok bo'lgan va Instagram shunchaki ularga atvet qilmayapti. Aytishingiz mumkin, selfie va pasport tashlasangiz ochib beradi deb. Ha, lekin u ikkinchi marta blok bo'lsa, uje sразу ochib bermas ekan. Kutishingiz kerak. Uzoq kimdirlar 2 oylab, 3 oylab ham kutgan odamlar bor ekan. Shaxsan men o'zim akkauntim ham 2 haftadan beri qaraqiq degani yo'q. Ular birinchi marta blok bo'lganda ham men xuddi shunaqa test chiqarib olgandim. Aytmoqchimanki, Instagram akkauntingiz blok bo'lsa, dardingizni hech kimga ayta olmaysiz. Shuning uchun faqatgina Instagramga bog'lanib qolmang. Men esa noldan boshladim. Obuna bo'lib qo'ying.